qarsaklar bo'lsin. Barchalarning hurmatiga. O'zi tushunmay qoldi kimim sinab to'y bo'lyapmanmi? Hurmatli azizlar, kechamiz yana fayzda davom etadi. Davramizga joylashingiz azizlar, bir yurakka aylaningiz azizlar. Qo'shiq kuylab, navo tinglab shodlanib, kechamizni bazimiga aylaning azizlar. Mana bugungi to'yxonamizga o'zlarining chiroyli niyatlari bilan qadam rajda qilgan hurmatli Shohidaxon bilan Faxriddinga tugamas baxt tilab, farzandlarini sunnat to'ylari bilan chin yurakdan samimiy muborakbod etib qadam rajda qilgan Shohidaxonni butkul kollektivlarni boshqarib kelgan Svetaxon davraga sizni taklif etamiz. Qani marhamat, davramizga keling. Qolaversa mana to'y bolalarimizni ham do'stlari bugungi kechamizga yaxshiyat bilan qadam rajda qilgan. Davramizga to'y bolalarni do'stlar nomidan Chingiz do'stini, Islom davlat do'stlari, Abdujabbarov davlat do'stini ham, Diyana, Madina, Dilnazaxon davraga sizlarni ham taklif etamiz. Qani marhamat, chiroyli niyatga kelingizlar. Ana Aliya kollektiv a'zolari boshqarib kelib o'tirgan. Jo'ja Sveta, пожалуйста. Садитесь на сцену. Marhamat, Dillarxon iltimos kollektivni boshqarib davramizga keling. Chiroyli niyatlarni tutsak, keyin mana to'y bolalarining do'stlari ham chiroyli niyatga kechamizga tashrif buyurgan. Mana hurmatli kollektivlar, kelingizlar, safimizga kelib qo'shiling. Davlet bir to'yxonasida jinogan xonim men mirzolar. Kecha
шарт деп айтайын сіздерге. Себебі бүгін үлкен мереке той болып отыр. Фахриддин мен Шакидан қуанышына бәріңіз бөлісіп келгендеріне мен де қуаныштымын. Себебі бұл кісілердің, мен қалай айтсам да болады, керемет бір ұлымен әрі доспыз, әрі оқушым менің бұл. Сол үшін сіздерді тойларыңызбен құттықтаймын. Тойларыңыз тойға ұласа берсін. Құда қаласа мына Рома жігітіміз бітіріп кетсе де үлкен жоғары шыңда көріне берсін. Жалпы сіздің балдарыңыз емес, Қазақстан елінің баласы болсын, керемет азамат болсын. Мына оқушыларымыздың аттарынан бір ауыз орысшалап тілек айтайық, себебі барлықтарыңыз қазір тойды қызығын билеу үшін жиналып отырсыздар. Сол үшін оқушыларына бір ауыз сөз тілектеймін. Ром, я тебе желаю здоровья, успеха, счастья на твоем пути. Спасибо твоим родителям, потому что ты есть, потому что ты родился. Будь таким веселым, добрым и счастливым. А сейчас слово предоставляется моим ученикам. По одному слову, поздравления. Рома, я тебе желаю всего наилучшего, а также поздравляю тебя с поступлением в Мирас. Рома, seni va ukalaringni tabriklayman bugun to'ylaringda. Birinchidan baxt tilayman, ikkinchidan tan sog'lik. O'sha otaning oldida o'ynab kulib yuradi. Рома, хочу поздравить тебя с сегодняшним для тебя знаменательным днем. Пожелать тебе здоровья, счастья. Будь всегда примерным сыном для своих родителей, чтобы они с тобой гордились. Рома братан, айтып соңғы қылын салу, аталарыңызға, жозбаларыңызға рахмет. Крепкого здоровья вам, тебе и вашим детям. Спасибо за такого сына. Хорошего брата. Я его знаю. Поздравляю тебя с совместным днем. Также, поступление в учебное заведение. Дальше успех в Париже. Когда нас не забывает. Hurmatli davramizda chiroyli niyatlarni bildirgan Shohidaxonni barcha kollektiv a'zolari, mana to'y bo'ladi ustozlari, ya'ni kursdoshlari. Tabrik so'zlari isboti bilan navbat yana bir bora san'atkorlarga davraga shoh-shoh raqsga sizlarni taklif etamiz.
raqslar uchun hurmatli aziz mehmonlar. Hurmatli ko'pchilik, endi ko'pchilikning ko'nglini topish albatta bir inson uchun qiyin bo'ladi. Davramizga toy yetaklab kelgan tog'a xolalarni davramizga chiroyli niyatlarga taklif etsak degan umiddamiz. Har kim bu dunyoda to'ylarga yetsin, to'ylar qilib elning oldidan o'tsin. Bu dunyo moli davlat, shuhrat o'tkinchi, shuning uchun aziz mehmonlar, topganlaringiz hamisha chiroyli to'ylarga ketsin. Davramizga hurmatli, hozirgina yallamizga toy yetaklab, toy boshlab, yalla boshlab kelgan mana tog'a xolalarimiz bugungi to'yimizni aziz mehmonlari. Shohidaxon bog'chamiz tarafidan qarindoshlar nomidan marhamat kinolarimiz, Fariza oytolarimiz, Karomat kinoyi, Quddus oytolarimiz, Barginso kinoyi, Matluba ammalarimiz, Nasiba Qudopa, Roya Qudopa, Guljanat Qudopalarimizni oytolarimiz taklif etamiz. Marhaba xola, Sharofat xolalarimiz davraga kelsinlar. Singillar nomidan Nodiraxon singillari Alisher kiyovlarni, tog'alar nomidan Otabek tog'asi bilan Botir tog'ajonlarni davramizga taklif etib qolamiz. Qani ismlari atalgan barcha tog'a xola, qarindoshlar davramizga kelingizlar. Hurmatli aziz mehmonlar, bugungi to'yxonamizga Faxriddinni bo'lalar nomidan Lengir shahrimizdan kelgan, Lengirdan kelgan bo'lalar aziz mehmonimiz, Bog'jon og'alarimiz Karimjon bo'lalarni
davraga taklif etib qolamiz. Qani marhamat, ismlari zikr etilgan aziz mehmonlarimiz safimizga kelib qo'shilishlaringizni so'rab qolamiz. Qani marhamat. Qani hurmatli to'y yetaklagan barcha tog'a xolalar, keloylarimiz davramizga kelingizlar, marhamat. Qani hurmatli davraga ismlari atalgan to'y yetaklagan tog'a xolalar keling. Qani ismlari atalgan aziz mehmonlarimiz. Orta basıға жақындағанда деңгейге барғандардың барлығы біз түрксетіппіз. Сонымен төлемеге жеткеніңізде түрксеттің барлығын армағы деп көрді. Себебі бірақ шеңбеттен арыс шыққан кезде Төлеби бабамыздың аруақтары күтеді. Сол айтпақшы мынау Сынау Төлеби ауданының Төлеби бабамыздың ұрпақтары бізге отырмыз. Мынау тұрғандардың бәрі сұрауы мүмкін. Небір қатысы бар Төлебилікке берілмеген. Біз өзі айлаларымыз, шешелеріміз бес ағасы келін болған. Ең үлкені Мерем хала анау текелік болған. Одан кейін анау отырған Ғафурдың әжесі отырған. Одан кейін бұл кісілердің әжесі Садар халамның ұрпақтарынан болды. Біз төртінші қызды тараған біз ибадатты тараған бізбіз. Мынау жаңа бөлелерге сөз деген бөлеміз бұл кісінің әкесі бөлесіміз. Абдырайымның бөлесіміз. Жаңа барының бері айтып отырмын ғой. Абдырайымның арбағы бүгін шалқасынан құлап тұрып өткенсін Садар хала бердеуі. Жатқан жері жәндікте болсын. Айналайын. Бүгінгі тойың құтты болсын. Ертең мектебін бітірсін. Университет институт бітірсін. Үлкен азамат болсын. Сен құсап базардың азақ бізі жүрмесін. О, Астанадан бір бұршылық көре біледі. Бақытты болсын балдар. О, тихо, о, тихо. Молодежь. Тебе не молодежь. Можно тише, да? У вас ветко, уважайте, пожалуйста. Не честно, тишина, пожалуйста. Ағайын тағам, не ташиға бардым. 70 году. Я честно скажу, да? Может, отец, можно, да? Можно. Это бизнесмен, город Туркестан. Это бизнесмены. Можно почетное звание дать. В 1972 году меня армия сюда. Я честно скажу, да. Потом я серьезно уже не было, да. Извини меня, я тебя отвернул. Как уважаемый человек был. Молодец. Что ты пригласил нас? Да, сэр. Даже в день Вообще, футбол смотрит. Ты нормально? Она свидетель.
Я хочу что сказать. Вот все, первый бизнесмен город Туркестан. Район отец свой, родной отец свой. Я же знаю, ладно, поздравлю. Чувак, что делать? Садись. Сколько я говорю? Сколько я не держу? Садись. Кто вас? Кто вас? Vajiga shaharga manzura ko'rsatdi. Keyin mana o'g'limiz baxti amon bo'lsa, katta yigit bo'lsin, o'sha Turkistonning yaxshi bir azamatlari bo'lsin. Keyin yaxshi o'qishlar tushirishlar. O'sha sizlar baxtlarga omon beraversin. Shuning uchun Assalomu alaykum. Mana shu xonadonga yig'ilgan, to'yxonadan egalariga o'zining ezgu niyatlarini bildirgan, tashrif buyurgan azizlar. Shahida Singlim, umumiy shahadiyona kunlaringda tabriklayman. Lekin faqat mana shu istiqom farzandlarning yaxshiliklarini ko'rish Allohga nasib etsin. Hamisha ularga quvonch, to'rtbayga arimasin. Faqat yaxshiliklarni aytish Allohga nasib etsin. Faqat yaxshilik tashlab chiqmasin. Yana bir bor tabriklayman. Hurmatli va aziz qudalarim, mana